Rahmat. Aziz mehmonlar, ozginagina fursatga diqqat e'tiboringizni bizga qaratishingizni so'ragan bo'lar edim. Ayni daqiqalarda Mansurbek og'a aynan sizga yuzlangan holda bugungilik to'yda, bugungilik kunda oilangizga hamma havas qilyapti. Mana shu oilaga qarab turib bir rivoyat yodimga tushdi. Aybga yo'ymaysiz, aytib beraman. Aziz mehmonlar, bir bola hovlida o'ynab o'tirsa, otasi o'g'lini oldiga kelib, o'g'lini yelkasidan tutib, o'g'liga savol berdi. O'g'lim, aytingchi, bu dunyoda kim zo'r? Shunda o'g'il otasiga yuzlanib, ota, bu dunyoda men zo'r deya javob berdi. Ota ajablanib yana bir bora so'radi. O'g'lim, ayting, bu dunyoda kim zo'r? O'g'il otaga javob berdi. Ota, bu dunyoda men zo'r. Shunda otani ko'ngli ozginagina ranjib, o'g'lidan 3-4 qadam nariga o'tib, "Ke, o'g'lim bir yoshga yetdi. Yana bir bora so'raychi" degan xayolda o'g'liga yuzlanib, "O'g'lim, oxirgi marotaba so'rayman. Aytingchi, bu dunyoda kim zo'r?" deya savol bersa, o'g'il otaga qarab, "Ota, bu dunyoda siz zo'r" deya javob berdi. Shunda ota ajablanib, "O'g'lim, 2 bora savol berdim. Manzur degan javob oldim. Nega endi 3-chi bora savol berganimda siz zo'r deyapsiz?" desa, o'g'li otasiga qarab javob berdi. "Ota, 2 marotaba so'raganingizda sizning qo'lingiz meni yelkamda turgan edi. Dunyoda sizning qo'lingiz meni yelkamda turar ekan, bu dunyoning eng zo'r insoni men bo'laman. Yelkamdan qo'lingiz uzilgan zahoti bu dunyoda zo'rligim qolmaydi" degan ekan. Biz yaratgan Allohdan so'ragan bo'lar edik. Hamisha har doim sizning qo'lingiz farzandlaringizning yelkasida tursin. Farzandlaringizni duolar qilishdan charchamang. Murodjon bizni eng qadrdon do'stlarimizdan biri. Ayni daqiqalarda Murodjon nomidan, Dostonbek nomidan, aynan farzandlaringiz nomidan yaltiga qo'shiqni aynan siz uchun taqdim etamiz. Bu farzandlar nomidan aytilgan qo'shiq siz uchun Murodjon talablariga binoan marhamat qabul qilasiz. Marhamat. Bizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyodagi tabarruk inson, dadasini yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarim yo'qay, yoningizga yurgiray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman.